Sotuvda ko'chatlar bormi To'rabek? Bor. Koreys usulixondan. Ha, so'ragan obunachilarimiz 70 oldim. bular. Agatda 70 oldim. Agatda boshlang'ich qismiga ekiladi. Malol, xudo xolasa mana shu ishim bo'lgan paytda shu parnikda yurib, hali eshita olmay qolsam, mabodo kechganmi boshqa payt yana telefon qilib ko'ring. Chunki men ham telefon ola olmay qolaman-da. Ba'zi mana gullab turganlari hali vaqtimiz bo'lgani yo'q. Bular hammasi gullari olinadi. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkor olami kanalimizning ashaddiy kuzatuvchilari, hurmatli dehqon akalar, bog'bon akalar, hurmatli qulpina ishqibozlari. Aziz yurtdoshlar, To'rabek akamizni xonadonlaridamiz. Mana bugungi kundagi olib borilayotgan ishlar bilan yana qisqacha ma'lumotlar berib o'tib ketish maqsadida ushbu video rolikni tayyorlayapmiz akalar. Qulpinalarimiz o'tgan yili ekilgan qulpinalar bular. Mana o'sha gullab, xudo xolasa mevaga kirish jarayonlari o'sha sekin-astalik bilan boshlanyapti. Hozir mana doralash jarayoni. Qulpinalarimiz bir qator mana gullagan. Xudo xolasa akamiz o'zlari mana bu tomonda o'sha nima deydi? Gullab o'sha mevaga kirish jarayonlari boshlab qolgan akalar. U narigi tomonda ko'chat yetishilib borilyapti. Bu tomonda faqat ko'chat olish maqsadida, matchni ko'chat tayyorlash maqsadida plashat qilingan. Ular haqida ham ma'lumot berib boramiz. Aziz yurtdoshlar, 10-aprel sanasi hafta kuni bilan payshanba 2025-yil. Mana. Aziz yurtdoshlar, dehqon akamiz o'zlaridan qolgan ma'lumotlarni olamiz. Xudo xolasa mana bu tomonlarda hozir boya aytib o'tganimizdek, To'rabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zulfiqor aka, yaxshimisiz? Allohga shukr. Charchamayapsizmi? Sizni yana bezovta qildik. Ashaddiy muxlislari va mehmonlari. Sog' salomatmisizlar, charchamasdan, dehqonchiliklar hammaniki yaxshimi? Joyida bo'lyaptimi hammasi? Hammaga Xudo baraka bersin. Aytganingiz kelsin. To'rabek nima ishlar ketyapti? Shu mashinlarda obработкалari ketyapti-da. Ha. Keyin ko'chat olgan odam qiynalmasligi uchun obработкалар qilib chiroyli holatda. Bu ekilgan ko'chat qaysi nom? Koreys usulixon. Koreys usulixondan. Hozir yangi o'tgan yili tasiga kirib kelgan edi O'zbekistonda o'sha odamdan. Endi hamma narsali misol uchun kartoshkalar. F1 degan narsalar bo'ladi, to'g'rimi? Keyin o'sha 3-chi, 4-chi, 5-chi bolasi o'sha slay bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu ham o'tgan yili kirib kelgan edi, o'shani bolasini olishga harakat qilib oldik. Shunga yangilab yubordik. Xudo xolasa. U nargi eskilarda o'sha bolasini olmaymiz deb gullagan edi, gulga qo'yib yubordik. Ha, gulga qo'yib yubordik. Ular meva bersa beradi, keyin ular polni yig'ishtirib tashlanadi. Xudo xolasa, yoz kunidagi mevalar qancha berishini ham bir ko'rib olar ekan bahonada. Robada. Xudo xolasa. Demak, o'sha koreyskiy sulxonali qulpina ko'chatlar. Bular o'sha sentyabr oyiga borib tayyor holatga keladi, ko'chatlar. Xudo xolasa. Ko'chatlar tayyor holatga keladi. Bu yil kichikroq joyga qilindi-da To'rabek aka. Territoriyani yarmiga qildik. Endi prosta qiynalmasligimiz uchun ko'p o'tgan yilginaqa ariq qilib turib, ko'proq ko'chat eksak ham bo'lar edi, lekin bu yil kamroq ekib bo'lsa ham yaxshiroq ko'chat chiqish uchun, o'zimiz qiynalmasligimiz uchun yurishga, kasetalar turishga joy qildik. Chunki mana shu oralarini juda katta-katta keng qilib olib tashladik. Hozir kunda ham nima deydi? So'rab ko'pchilik telefon qilishyapti, ekish ishlarini boshlab qo'ygan, o'sha yerlarimiz tayyor deyishyapti. Ekish jarayoni, misol uchun, agatlar orasini qanaqa olaylik? Qanaqa bo'lish kerak? Men o'zim olganim aytaman. 70 oldim. Bular. Agatda 70 oldim. Agatda boshlang'ich qismiga ekiladi, o'rtasi bo'sh turadi. U yog'i ham shunaqa. Orasini 1.60 tashab ketganman. Keng. 1.60 tashab ketgan. Ichida bemalol. Kaseta turadi, naryoqda 40 sm, bu yoqda 40 sm kaseta turadi. Demak, bu joy 80-90 sm joy o'tirishga, yurishga, shlanka tortib sug'orish sistemalariga qiynalmaslik uchun joy qilgan. Agar kimda kim mashina qilsa, qilsin. Bo'lmasam 70 olib turib, o'rtada yuradigan yo'lakda bir 90-80 qoldirsa ham bo'ladi. Demak, biz shunaqa qilamiz. Bemalol ko'chatni ham bemalol olaverasiz-da, demak, to'g'rimi? Shunaqa. Sotuvda ko'chatlar bormi To'rabek? Bor. Koreys usulixondan. So'ragan obunachilarimizga demak ko'chatlarimiz ham bor.
Ekranda akamiz nomerini qoldiramiz. Agar mabodo ko'chat kerak bo'ladigan bo'lsa, ekaman degan akalar bo'ladigan bo'lsa, yaxshi sifatli ko'chatlar hozir sotuvda demak bor. Demak, hozir ekilgandan keyin bu yil meva beradimi yo'qmi To'rabek aka? Shu haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Buni bolalarimi? Beradi. Beradi, ha? Avgustda ekiladi. Shu noyabrda oxiri, dekabr boshiga beradi. Ha. Noyabrda oxiri, dekabr issiqxonaga ekan degan akalarga-da. Xudo xolasa. Bu ko'chatlarimiz hammasi bolalari kokosga ekiladi. Tuproqqa, gomusga, boshqa narsaga ekilmaydi. Faqat biz kokosga ekamiz. Shu kokosda yetishtiriladi. Bu kokosga ekkanimiz ham tomiri yaxshi rivojlanadi, keyin teplitsada shunaqa gidroponika qilganlar uchun-da. Obrobotkalari qilingan. Misol uchun hozirdan boshlanadi obrobotkalari. Hamma narsaga qarshi kurashilib, ertaga sog'lom ko'chat chiqarish maqsadida mana shunaqa obrobotkalar qilinadi. Yerdan meva olmoqchi bo'lganlargachi. Yerdan meva olganlarga ham ko'chat topib beramiz. Kokosga ham eksa bo'ladi-yu, atak xuddi shunaqa ko'chat topib beramiz. Ha, demak, yerga ekkanlar. Yerda ham yaxshi natija olsa bo'ladimi To'rabek? Bo'ladi. Chunki o'tgan yillar ko'rganmiz, aziz obunachilar, bu koreyskiy sulxyan navli qultniy ko'chat mevalari o'zimiz mahalliy navga nisbatan 2 barobar qimmat yuradi, to'g'rimi To'rabek? Yaxshi yuradi. Ham mevani yirik beradi. Bu haqda oldin akalarimiz xonadonlarga borib ma'lumotlar berganmiz. O'zimiz To'rabek akamiz o'zlari ham yerda yetishtirardi bundan oldin. Oldin yerda yetishtirardik, keyin shu bilan qishda chiqarish qiyin-da. Yerda qishda chiqarish qiyin, shundan stelajga o'tganmiz. Hayrat akam chiqardi. Issiqxona zo'r bo'ldi, zo'r natija bo'ldi. Natijalari zo'r bo'ldi. Xudo xolasa. Qishda shu u ham bahorga bo'lib kelib berdi-da, shuning uchun agar kimda kim qishga chiqarmoqchi bo'lsa, stelajga. Stelajni ham boshlashda shu birinchi o'chitda menga telefon qiladi-da, ko'chat zakaz qo'ying deydi. Ko'chat zakaz qilishimiz, agronom zakaz qo'yish kerak. Birinchi. Misol uchun ko'pchilik o'zim eplab ketaman, agronomlikdan xabarim bor, boshqa deydi. U agronomlikka aytda Toshkentda 4 yil o'qiganingizga ishonish kerak emas-da. U misol uchun tajriba bor. Bitta joyga bordim, Farg'onada o'g'lini 2 yil короче Angliyadami qayerdadir shu agronomiya sohasida o'qitgan ekan. Shu odamniki ham o'g'li agronom bo'lib, mana shu qo'ldagi Abdumalik akalarga o'xshagan agronom bo'lib keta olmadi. Shunaqa. Demak, bunda tajriba bo'lish kerak. O'ziga yarasha tajriba, qiziqish bo'lish kerak. Qiziqish bo'lish kerak. U misol uchun Abdumalik akalar ham Angliyaga ham bormagan, boshqa ham bormagan. Lekin shu agronomlar bilan birga ishlab o'rganganda Rossiyalardan. O'zlariga yarasha ilmi bor. Shu faqat ana shu agronomni tanlash kerak birinchi o'chitda. Agronom tanlab, birinchi agronom zakaz qilish kerak. Может agronomga telefon qilsangiz, o'zida ham ko'chati bordir. U ko'chat keyin bo'laveradi. Faqat agronom birinchi o'chitda o'zingiz boshqarishingizga ishonmang. Demak, bu birinchi o'rinda issiqxonada yetishtirmoqchi bo'lganlar uchun bu tavsiya. Yerda yetishtirmoqchi bo'lganlar uchun o'zingiz tavsiya bera olasiz. Qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelgancha tavsiya beraman. Hech narsaga javob bermayman. Chunki men agronom emasman. Har doim aytganman, agronom emasman. Misol uchun agronomlik bu shunaqa bo'ladi-da. Misol uchun biz ham agronomga shuncha ming dollar beraman bo'lsa, keyin nima ish qiladi? Shu bitta shunday maslahat berib turish shunaqami? Unaqa emas. Men nega agronomlikni olmayman? Misol uchun Abdumalik akaga borib turib, aka menga ham o'rgating, men ham agronom bo'lay. U qiyin narsa emas, ertaga uni javobgarligi. Shundan to'g'ri. Hamma birovni ko'chatiga sen misol uchun o'shani chiqarib berishing kerak. Endi u agronom misol uchun olgan paytda men senga javob beraman, mana shuncha beradi, manaqa bo'ladi deb olmaydi. Misol uchun u agronom 200 kilometr bu yoqda bo'ladi. 200 kilometr nariyoqdagi ko'chatga, sizni qo'lingizdagi ko'chatga qanday javob beradi? To'g'ri. U ham maslahat beradi, siz to'g'ri boshqarsangiz, o'shani aytganini qilsangiz, o'sha haqiqatan aytgandek bo'ladi. Endi dehqonchilikka hech kim hech qachon garantiya bermaydi. Bu yilgi natijalar sizni qanchalik qoniqtirdi To'rabek aka? Yaxshi, Xudoga shukr, yomon emas. Yomon emas. Demak, bundan ham yaxshi qilib qilish mumkinmi To'rabek? Bundan ham yaxshi qilish kerak. Prosta bizda ham ikkinchi qavat bo'lib qoldi. Qishda keyin namgarchilikni ko'tarilib, barishlar ko'paygandan keyin namgarchilik ko'tarilib ketdi. U paytda o'zi eplolmay qoldik. O'zi kecham bo'lib qoldi-da. Shuning uchun bu yil endi Xudo xolasa kamchiliklarni to'g'rilab, ikkinchi qavatda ham namgarchiliklarni yo'qotishga harakat qilib, nima sistema, qurilish sistemalari qilishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Bu yilgi natijalarni ham Xudo xolasa qadamma-qadam hozirgidek. Aziz obunachilar, biz ham va'daga muvofiq
doim akamiz oldilariga kelib mana shu jarayonlarni sizlarga yetkazib boramiz degan maqsadda bugun ham akamiz oldilariga kelgan edik. Xudo xolasa mana jarayonlarni ko'rdik. Bu qora latta agrospam. Agrospam. Agrospam bu salafan emas. Salafan yopib tashlabdi. Men ham salafan qilaman, keyin salafan qo'yib turib, keyin tanoblari kuyib ketib boshqa bo'lib mana o'qib yurmaysizlar. Shuning uchun bu agrospam. Bu nima maqsadda qo'yildi Zo'rabek aka? Ko'chatlar yerga yopishib ketmaslik maqsadida, yerga yopishib tomir otib ketmaslikda, keyin yerdagi kasallikni o'ziga olmaslikda. O'sha ko'chatchalar. Misol uchun onasining tagini biz obработка qilyapmiz hamma yog'ini. Bu tarafini qilmayapmiz. O'sha yerga tomir otib ketmaslik, kasallik olmaslik uchun. Svejiy yaxshi ko'chat chiqarish uchun. Bu agrospamni qayerdan topsak bo'ladi? Bozorlarda bor. Toshkentda. Toshkentda. Agar mabodo kimgadir kerak bo'lib qolsa, telefon qilsa, adresini tushuntirib beraman. Nomerini beraman. Agar kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa, telefonda ham yozyapti. Balandligi necha, eni necha, ana shunaqalar yozadi. Balandligini 1.20 qilganman. Ozgina past qo'yganman men. Chunki Abdumalik telefon qilganimda yasayotgan paytimda balandligini necha qilay desam 1.20 dedi-da. Keyin aytdi, "Bu 1.20 demadi, o'zingni mana shu yerda tursin" dedi. Stilash. O'zing to'g'ringda tursin dedi. Endi torsam 1.30 bo'lib ketyapti. Ya dedim Abdumalik dedim. Men dedim, qiynalib ketsin dedimmi? Nega unaqa dedi? O'ziniki pastroq edi dedim. Keyin shu bilan mana qulpni terishni boshladim. Qiyin-da baribir. Qiyin. Misol hozircha unaqa qiyin bo'lmayapti. Misol uchun o'sha aytganini menga qiyin degizib boryapti. Unaqa u birovni qiynash maqsadida emas, o'zi to'g'ri bo'lsin degan ekanda. U bechora Abdumalikka qaqshagan, ertaga qiynalasan. Misol uchun qulpni teraman, pastdagi вообще bellaring og'rib ketadi-da. Unaqa. Shuning uchun o'sha aytganday necha santimetr desa o'shani qilish kerak. Pastdagini ham shuncha qilaymi deganman, ha deb turib, keyin o'chirgandan keyin boshqacha qilib qo'yganman-da. U tushuntirgandan boshqacha qilib qo'yganman. Hozir mana mazza qilib yuribmiz-da. Ko'z tegmasin, bellarimizga ish qilib terishda ozgina qiyinchiliklar bo'lyapti. Shuning uchun agronom aytganday qilaverish kerak. Qaysi agronom bo'lsa ham, kim bo'lsa ham o'sha hali chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Misol uchun agar men ham mana shu gidroponikani o'xshata olganimda o'zim qilib ketaverardim. O'zim nima qilsam qilib, qanaqa dori bersam berib qilib ketaverardim. Men ham misol uchun Abdumalik bilan tanish bo'lmagan paytimda gidroponikaga qiziqish bo'lgan. Prosta bunaqa qiyinligini bilmaganman agronomga. Agronomga bu darajada qiyin ish ekanligini. O'ziga yarasha mas'uliyati bor. Yaxshigina mas'uliyat bor. Nimaning mas'uliyati bor buning? Oson emas-da. Mana shunaqa ko'chat olmoqchi bo'lgan akalar, o'zimiz ekish jarayoni qachongacha davom etadi? O'tgan yili biz 1-mayda ham ekkanmiz. 1-may kuni ekib qo'yganmiz o'tgan yil. O'shanda qanchada tayyor bo'ldi ko'chatlarimiz? Mayda ekilgan ko'chatlarimiz? Avgustga tayyor bo'lganda. Avgustga tayyor bo'lgan demak. Avgust oxirlariga tayyor bo'lgan. Demak, o'ziz uchun issiqxonasiga demak bemalol ko'chat chiqarib olsa bo'lar ekan. Misol uchun. Bo'ladi. Shunaqa. Hozir mana gullab turganlari hali vaqtimiz bo'lgan yo'q. Bular hammasi gullari olinadi, mana qilib. Gullarni hammasini olib chiqishimiz kerak qizlarga aytib, bu meva uchun emas, sizlar meva uchun emaslar. Chiqarmanglar gul deb aytsam ham tushunmayapti. Koreyscha tushunadi o'xshaydi ular. O'zbekcha o'rgatib olamiz xudo xohlasa. Bo'lgan uchun koreyscha tushunadi, to'ppa-to'g'ri. Koreys tilini ham o'rganish kerak. Shunaqa. Sizga tashakkur. Rahmat. Shunaqa sizni tez-tez bezovta qilib turamiz. Shunaqa qimmatli ma'lumotlarni ayamanganingiz uchun sizga ham ming bor tashakkur. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammaning ishini rivojini bersin. Bizni layklarda ham ishlarimiz rivojini berib shu 10 mingta, 100 mingta bo'lib ketsin. Xudo xolasa aytganingiz kelsin. Qancha ko'p layk bossangiz bizga bu pul to'lamaydi. Biroz mana shu video bitta layk 10 ta odamga yuradi. Siz bitta layk bossangiz, demak 10 ta hal tadbirkor olamini ko'rmagan odamga videomiz tarqab ketadi. Shunaqa biz tadbirkor olami kuchayaveradi. Shu odam ko'payadi. Ko'proq odam ko'rish maqsadida sizga layk bosing deymiz, jigar. Shuning uchun layk bosib yuboringizlar. Xudo xolasa. Shu ana videoning tagida mana shunaqa belgi bor, layk tugmasi bor. Bir marta bosa bo'ldi, biranlar ikki marta bosaveradi, dang-dang bosadi. Bitta bosadi,
ikkinchi bosgan paytida o'chib qoladi yani. o'chib qoladi-da. Like bosilmagan hisob bo'lib qolib ketadi. Ha. Shu rangi sal qoraroq bo'lib qoladi o'zi. Like bossangiz. Aziz obunachilar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Nima savollar bo'ladigan bo'lsa, akamiz nomerlarini qoldiramiz. Bemalol, xudo xolasa mana shu ishim bo'lgan paytda shu panikda yurib, hali eshita olmay qolsam, mabodo kechganmi, boshqa payt yana telefon qilib ko'ring. Chunki men ham telefon ola olmay qolaman-da. Telefonim bir joyda qolib ketadi yoki bo'lmasam eshitmay qolaman. Shovqin joyda yurgan bo'laman, shuning uchun keyin qaytarib qilaman deyman. Shu bilan kechgacha ishlab, charchab, qaytarib qilishga vaqt bo'lmay qoladi. Shuning uchun bemalol qaytarib telefon qilishlaringiz mumkin. Tekin. Mana. Aziz yurtdoshlar, akamizni xonadonlaridan ko'plab videolar chiqarganmiz. Deyarli tajribalari mana shu qulupnaychilik bo'yicha juda yuqori. Shuning uchun bemalol telefon qilib, qanday ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, savollarni olishingiz mumkin akalar, javobingizni. Xo'p, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Ko'chat masalasini bemalol telefon qilasiz. Salomat bo'lasizlar. Like-laysan chiqmasin.